tezkor zamonda yashayapmiz. Tezkor pochta xizmati bizga nihoyatda kerak, to'g'rimi? Aynan mana shuni hisobga olgan holda biz dasturimizga mana shunday pochta xizmati xodimlaridan biri, rahbarlardan biri, ularni nima deydi, xizmati shu kunlarda nihoyatda muhim, ularni taklif qilganmiz. Demak, Yemo Express pochta kompaniyasining direktori mehmonimiz Murodjon Jumayev bo'ladilar. Murodjon aka, xush kelibsiz. Bu omon 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 na na ey bu omon 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 na bu omon 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 bu omon 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 omon. Murodjon aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizga assalomu alaykum. Avvalambor omon ko'rsatuv muxlislariga assalomu alaykum. Sizlarga assalomu alaykum. Hormanglar. Rahmat. Bugun hammaga yaxshi kayfiyat qilayotganlaringiz uchun sizlarni doimiy oilaviy biza tomosha qilamiz. Undan tashqari ota-onam bilan birgalikda borganimizda uyga birga tomosha qilamiz. Rahmat sizlarga. Endi ssenariyimizda Yemo pochtasi deb yozilgan edi. Qaraganimizda o'zi bu qanday pochta? Biz avvalambor umuman tariximiz haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, 2016-yilda O'zbekistonda onlayn savdo rivojlanishi orqali biza O'zbekistonda tezkor yetkazib berish xizmatini tashkil qilganmiz. EMU degani o'zi Avstraliyada yashaydigan tuyaqush nomi. Bu dunyodagi eng tez yuguradigan qush, lekin uchmaydi. Uchmaydi. Biza shu tuyaqushni brend nomini olib turib, eng tez yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yish maqsad qilganmiz. Tezlikni anglatadi. Bu tezlikni anglatadi. Undan tashqari tezlik bilan birga ishonchni ham anglatadi. Bu qush juda tez yuguradi va hech qachon orqaga qaytmaydi. Ajoyib. Tushunarli. O'zbek simvolida qilingan. Tushunarli. O'zbekistonni hamma manzillarida bor pochtamiz. Ya'ni xohlagan joyimizga Qamrab olinadi. jo'natishimiz mumkin. Hozirgi kunda kompaniyamizga 10 yil bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekistonda 200 dan ortiq o'zimizning zamonaviy mijozlarga xizmat ko'rsatish ofislarimiz mavjud. Bundan tashqari kompaniyamizda 500 dan ortiq xodim ish faoliyati ko'rsatadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazmalar bir kun ichida mijoz qo'liga yetkazib beriladi. 24 soat ichida. Mana bu sifatda o'zi nimaga shu kunlarda O'zbekistonda, mamlakatimizda pochta xizmatlariga talab oshgan? Bu birinchi navbatda O'zbekistonda hozirgi kunda davlat rahbarimizni, prezidentimizni tashabbuslari bilan va elektron savdoga, elektron tijoratga bo'lgan talabni oshishi, bunga imkoniyatlar yaratganligi uchun insonlarda tadbirkorlikka mijozlarimiz bor, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Bular onlayn savdo asosida bir-biriga yetkazib berish xizmatidan foydalanadi. Tadbirkorlikning asosiy, ya'ni onlayn savdoning asosiy nuqtasi bu yetkazib berish. Yetkazib berish bo'lmasa onlayn savdoni davomi mavjud emas. Ya'ni savdo qiladi, uni yetkazib berish kerak. Biza mijozlarga, aholimizga shu yetkazib berishning sifatli, tez xizmatini tashkil qilib beramiz. Va ishonch ta'minlanadi. Ishonch ta'minlab beramiz. Tadbirkorlarga va mijozlarga, aholiga. Uzr so'rayman, mana 10 yillik faoliyat bu kichkina fursat emas, muddat emas. 10 yilda hech hisoblaganmisizlar? Nechta pochta jo'natmalari o'z egalariga topshirilgan umuman xizmatlar sonini? Va ular faqat mahalliymi, ya'ni O'zbekistondagimi yoki xalqaro nima deydi, jo'natmalar ham bo'lganmi? 10 yil ichida umuman hisoblab ko'rish imkoniyati bor, lekin statistika bor. Lekin aytadigan bo'lsak, biz 1 yil davomida o'rtacha 3 millionta odamga xizmat ko'rsatamiz. 3 millionta. Oyil. Bu O'zbekiston va xalqaro miqyosda mana 10 yillik arafasida biza yaqinda o'zimizni filialimizni Qozog'istonda ochdik. Hozirgi kunda Qozog'iston aholisiga ham o'zimizni xizmatlarimiz ko'rsatib kelishni davom etmoqdamiz. Boshladik. Bundan tashqari bu mijozlarimizni nima deydi, 10 yil ichida bu kichkina muddat emas. Kompaniya kichkina kompaniyadan, yo'q kompaniyadan hozirgi kundagi eng yirik logistik
eng yirik yetkazib berish kompaniyasigacha yetib keldik. Mana hozir ko'rdik o'zini Rivojlanish jarayonlari mashinalari qarang. bor, mana O'zini brendi borda. brendi bor va shuncha odam mehnat qilar ekan. Ajoyib, shuncha odam ish bilan ta'minlanganda. Qo'l markazi ishlayapti menimcha, to'g'rimi? Shuni bizda hozirgi kunda kompaniyamizda 150 dan ortiq o'zini avtoparkiga ega. Biza mijozlarga qo'ldan qo'lga xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni siz nimadir yaqiningizga sovg'a jo'natmoqchi bo'lsangiz, bizni kol markaziga yo bo'lmasa boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali yo o'zimizni Telegram bot orqali ma'lumot qoldirsangiz, bizani kuryerlar kelib uyingizdan olib ketib va belgilangan O'zbekiston Lyuboy Ajoyib ekan. istalgan manziliga yetkazib beramiz bir kun ichida. Endi Murodjon uzr aka, so'rayman endi. Men Surxondaryoda tug'ilganim uchun albatta o'sha Surxondaryoni haligi parkovkasiga borib, mashinalar turadi joyiga borib, bir narsani jo'natib yuborardikda. Endi bunga hojat yo'q ekan. uydan olib, qarang, o'ziga yetkaziladi. Uyingizgacha. Murodjon aka, Emo pochtani afzallik jihati aynan biz tanlashimiz uchun boshqa pochtalardan alohida ajralib turadigan jihatlari nimada? Nima sababdan sizni tanlash kerak? Xo'p, savol juda ham qiziqarli. Ko'p kishi beradi bu savolni. Birinchi navbatda aytdilar, oldin bundan 5 yil, 4 yil oldin odamlar borib taksi orqali o'zini jo'natmalarni jo'natardi. Sababi bunaqa xizmatlar hali rivojlanmagandi. Hozirgi kunda siz birinchidan vaqtingizga ekonom qilasiz, ikkinchidan bizni xizmat kafolatlangan, yo'qolish xavfi yo'q. Sizga har bitta jarayon bo'yicha hisob beriladi va sizni SMS kelib turadi va posilkangiz qayerda turgani bo'yicha ma'lumotni onlayn ko'rib turasiz. Bu birinchidan xavfli xizmat desak, misol uchun kimga berganingizni bilmaysiz, qachon yetib olishini bilmaysiz. Aldanganlar ko'p. Aldanganlar juda ham ko'p. Bizda shuni imkonidan kelib chiqib insonlarni aldanmaslikka, ya'ni ko'chadagi taksilarga ishonmaslikka bizani O'zbekiston bo'yicha 200 ta ofisimiz xohlagan joyga yetib berishi mumkin. Xohlasa telefon qilsa biz o'zimiz olib ketishimiz mumkin. Shu yerda telefon raqamlarini ham aytib o'tish kerak. Murodjon aka, menga eng qiziq bo'lgan tomoni, mana shu 10 yillik tajribangiz paytida eng noodatiy yetkazib berish nima bo'lgan? Qanaqa mahsulot? Eng noodatiysi, kuldirgan. Eng noodatiysi biz Qoraqalpog'istonga mushuk yetkazib berganmiz. Sog' salomat chek borgan. Bir qizimiz unaqada Toshkentda student ekan, talaba ekan. U o'qish tugab Qoraqalpoqqa qaytgan va mushugi qolib ketgan. Bizga zayavka bergan, biza olib borib mushugini Qoraqalpoqqa uygacha yetkazib berganmiz. Sog' salomat. Murodjon aka, bu mavzu hammamiz uchun qiziqarli, birday manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Demak, barcha yurtdoshlarimizga albatta ana shu pochta xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Aynan Emoga ishonsangiz bo'ladi va siz jo'natayotgan nima deydi narsangiz o'sha borgan odamga xavfsiz, ishonchli tarzda albatta yetib boradi. Biz bunga ishonch hosil qilyapmiz. Kafolat beradi, bular beradi. Biz bular beradi. Nimagadir gaplaringizga kelib sinmasdan yetib boradi deb qo'ydilar orada. Shunaqa sinadigan narsa xotirjam yetib boradi. Borganmisiz deyman-da, ana endi Mas'uliyatli, bu mas'uliyat o'rtoqlar. O'zgalarni, xalqimizni ishonchini oqlash bu mas'uliyat. Bu yo'lda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Demak, azizlar, omonatingizni Emo pochtasiga bemalol topshirishingiz mumkin bo'ladi.